are really studying it very carefully, and you will study it very carefully. And accordingly, you take the proper decision, which will fall in favor of all our athletes, first of all, for Olympic of Courage worldwide, not only for IQ. And we will move on to our next speech by the Deputy Sport Minister of Uzbekistan. Oilama mana shu bugungi sudyalar bo'yicha o'sha yagona qoidalarni joriy etilishi, mana shu bugungi sammit ishi juda muvaffaqiyatli bo'ladi. Thank you very much. Keyinchalik uni dunyoga yanada tanqid qilish uchun juda ham yaxshi boshlang'ich nuqta deb hisoblayman. Hammalaringizga rahmat. Express my gratitude to International Crash Institute, to Mr. Abdullah Tajiyev. Metodikalarni bir xilda berish, O'zbekiston bo'ladi, Afrikani, Amerikani International experts from the IKI of our global summit. Thank you very much. Mr. Farwood, Yes, come on. we have a break now and then we will continue. Thank you for joining Thank you very us. much. Thank you so much. Thank you. Bugungi mana Xalqaro kurash federatsiyasi, kurash assotsiatsiyasi bilan Xalqaro kurash assotsiatsiyasi hamda O'zbekiston Milliy kurash federatsiyasi hamkorlikda kattakon bir xalqaro seminarni tashkil qilganki, bu seminarning maqsad vazifasi shundan iboratki, mana 5 ta qit'ada bugungi kunda kun sayin rivojlanib borayotgan o'zbek kurashini yanada musobaqa qoidalarini, hakamlik qoidalarini umuman olgan paytda yana takomillashtirish, ya'ni o'sha chunki xalqaro maydonda masalan kompleks o'yinlarga qadam qo'yar ekan, o'sha Olimpiya o'yinlari sari harakatlarni davom ettirar ekan. Shu nuqtai nazardan men sport vazirligi nomidan albatta kurash xalqaro masalan federatsiyasiga yo bo'lmasam bizni o'sha kurash xalqaro institutiga katta minnatdorchilik bildirmoqchi edimki, sport turimizni bugungi zamon talabiga javob beradigan holatdagi yangi qoidalarni ishlab chiqib va bu qoidalarni xalqaro maydonga keng anaqada yoyilishiga hissa qo'shayotganlari bilan o'ylaymanki, bu seminarlar albatta kelajakda sport turimizni yanada rivojiga hissa qo'shadi va kelajakda bu o'zbek nomi bilan o'sha halol, dakki, chala usullari butun yer yuzidagi barcha qit'alarda jaranglaydi va o'sha o'zbek nomi bilan tanilib bizni davlatimizni, millatimizni xalqaro maydonda yanada obro'ni oshirishda, imijini mustahkamlashga katta xizmat qiladigan umiddaman. Bugun Xalqaro kurash assotsiatsiyasi hamda Xalqaro kurash instituti hamkorligida tashkil qilinayotgan mana shu Global Summit hakamlikdagi shaffoflik masalalaridan ko'zlangan asosiy maqsad bu hurmatli yurtboshimiz tomonidan imzolangan o'sha 450-chi kurash sport turini ommalashtirish, rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarordagi qo'yilgan vazifalarning ijrosini ta'minlashdir. Bundan ko'zlangan asosiy masala mana shu dunyoda o'qitilayotgan kurash mutaxassislarini, hakamlarni, murabbiylarni, ekspertlarni ularga yangi metodikalarni ishlab chiqish. Mana shu dunyoda faoliyat olib borayotgan 100 dan ziyod mamlakatlardagi kurash federatsiyalariga
kurash qoidalarini, ayniqsa hakamlik qoidalarini bir xilda o'rgatish masalalari, bir xilda o'shalarga metodik qo'llanmalar ishlab chiqish hamda ularga o'qitish tizimlarini yaratib berish, yangi video roliklar ishlab chiqish, video filmlar ishlab chiqarish. Mana shu masalalarni biz oldimizga asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Mr. Rob,